Assalamu alaykum yurtdoshlar. Agarda 6 bazar günü bank işlemiydi desengizler, Agrobank işlemiydi, karta pul tashlash kerak desengizler, yine adresini görüp tursalar Jaloliddin yani şöyle yine Qizil aparatning yanına gelip yine pulni bir yere koyasınız. 200 minglik almaydi, lekin 200 minglik koyup oturmanglar, 100lik 50lik. Keyin yine O'zbekchani basasizlar, yine birinci karta to'lov basasizlar. Karta rakamı deydi. Karta rakamını giritgandan keyin tasdiqlash oladi. Tasdiqlashni boshlasizlar, keyin nomer chiqadi. Nomerini terasizlar, bo'ldi, bu yerda pul turishi kerak. Hammasini shaqirdatib oladi. Keyin yana tasdiqlashni bosasizlar, pul o'tadi, xudo xolasa. Agarda bilmay ishataman ekan, karta pul tashlash zarur bo'lib qolib, bilmasangizlar, yana ishoraga kelib, Urganchda yana Jaloliddinning yanında Agrobankning şimdi kichkina filiali bor, ishda yana. Aşağıdan pul tashlab bo'ladi kartalaringizga 5%.